Assalomu alaykum qadrdonlarim. Mana bugun biza shunaqa fason ko'ylakni modelyировать qilib, bichamiz, tikamiz. Mana endi biz asosimizni olib oldik. Mana endi modelimizni chiziqlarini hammasini mana chizib oldik. Mana bundoqasiga, mana bunisiga jam ko'rinmayaptimi? Nimadir bilmasdim. Mana shu narsalarni hammasini hozir bir-biridan ajratib olamiz. Legalga anaqa material ustiga qo'yib bichib olamiz. Mana bunisi onisi orqasi mana. Bu oldi, bu orqasi. Mana orqasini ham mana 3 bo'lak bo'ladi. 40 olamiz. Mana shunaqa qilib chizuvlardan 40 olamiz. Har bitta modelimizni chizig'idan mana ajratib olamiz bir-biridan hammasini. Mana modelimizni 40 oldik. Mana bitta bo'lagi, mana bitta bo'lagi, mana bu bo'lagi, mana oldi bo'lagi. Bularni mana bu bittasi o'zi ochilgan vitichka. Bularni 3-4 santimetrga ochamiz. Mana bundoq qilib vitichka hosil qilamiz. Bularni bundoq 40 olganimizdan keyin mana bu yergacha bularni tikib olamiz. Mana vitichkani ham mana bu yergacha uchigacha olib bormasdan tikib olamiz. Lekin 40 olamiz hammasini chiroyli qilib. Keyin davom etamiz qolganini. Mana qadrdonlarim, mana endi mana bichib oldik, mana chizib oldik. Mana endi mana bu vitichkasini mana bundoq qilib tikib olamiz. Uchalovini mana bungacha olib kelib olamiz. Mana qadrdonlarim, mana tikib oldik vitichkalarimizni, mana 3 ta. Mana oxiriga yetkazmasdan tamom qilamiz buni chokini mashinada tikishni. Mana undan keyin buni mana bu mana bu yonini ulaymiz birinchi, keyin mana bu bachogini ulaymiz. Mana birinchi buni ulaymiz, keyin buni ulaymiz, keyin etagini ulaymiz. Mana bularni ishlab bo'lgandan keyin etagini ulaymiz. Mana qadrdonlarim, hamma yog'ini ulab oldik. Mana ko'ylak holatiga keltirib oldik. Mana etaklari hammasini ulab bo'ldik. Mana endi mana teskarisidan ko'rsataman sizlarga. Mana qanaqa ulanganini. Mana hozirchalik men faqat ulab chiqdim. Hamma rasechkalarni qo'yib bir-biriga mana rasechkalarni qo'ydik. Mana hammasida rasechkani joyiga qo'yib oldik. Mana rasechkani joyiga qo'ysangiz hammasi chiroyli bo'lib chiqaveradi. Ana endi buni mana orqasiga ham mana rasechkalarni joyiga qo'ydik. Mana rasechkalar joyida turibdi. Ana endi buni biza birinchi garlavinasiga ishlov beramiz. Mana bu yerga yaxshilab ishlov berganimizdan keyin bitta har bitta chokini overlock qilib yotqizib kerakli joyga, keyin davom ettirib ichini tamomlab qo'yamiz. Mana qadrdonlarim, mana ko'ylagimiz faqat yengi qoldi. Mana garlavinasini обработка qildik, aptachka qo'yib. Mana bu tarafiga ham qo'ydik. Mana yelkasini tikayotganda mana tilla qo'ydik, mana tilla qo'ydik. Mana shunday oldin yelkasini tikib, keyin tilla bu yoqqa qo'yib chiqdik. Mana shunaqa qilib bitta yengi qoldi. Yengini endi o'tkazib, yana ko'rsataman yengini. Mana xudo xolisa ko'ylagimiz bitadi. Mana qadrdonlarim, mana rukavani ham o'tkazdik yengini. Mana podushkalar tikdik. Mana podushkani mana shunaqa tikiladi mana. O'rtasiga qo'yib olasiz, ikkita chekkasidan mahkamlaysiz. Keyin ustidan bundoq to'g'rilab turib, chokini ushlab, butdan zakrepga berasiz. Ana undan keyin bu podushka shunaqa chiroyli turadi mana. Mana yengimiz. Mana. Mana hamma yog'i chiroyli bo'ldi. Mana ko'ylagimiz bitdi. Harakat qiling, sizda ham chiroyli